Avvalambor assalomu alaykum. Profit kanalimizning sevimli obunachilari. Bugun sizlar bilan 5-6 ta kerakli sport ozuqalari haqida sekin gaplashamiz. Qani, ketdik. Birinchi mahsulotimiz kreatin bo'ladi. Ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan mahsulot. Bu asosan nima uchun ishlaydi? Kreatin mahsulotimiz asosan muskul o'stirish uchun ichiladigan vitamin yoki mahsulot hisoblanadi. Ya'niki, trenirovkaga chiqasizlar, 20, 25, 15, 20 toshlar ko'tarasizlarda, lekin kuch yetmay qoladi. O'sha payt sizlarga kreatin yordam beradi. Ham vыносливостьni zo'r ko'tarib beradi, ya'ni ot kuchinglarni zo'r ko'tarib beradi. Undan tashqari, muskullarni zo'r o'stirib beradigan mahsulot bu kreatin bo'ladi. Bu kreatin nimadan olinadi degan savol tug'iladi. Bu kreatin go'shtdan olinadigan mahsulot hisoblanadi. Xohlasangiz trenirovkalardan 5-6 soat oldin, ya'ni 5-6 soat oldin 300-400 gram go'sht yeb kelinglar. Xohlasangiz trenirovkalardan 20 minut oldin bitta porsiya kreatin ichib olinglar, bo'ldi, masala hal bo'ldi. Ikkinchi mahsulotimiz eng kerakli narsa bu energetiklar bo'ladi. Energetik bizga nima uchun kerak? Energetik asosan dihaniyalarni ochish uchun kerak bo'ladigan mahsulot hisoblanadi. Ya'niki, trenirovka qilasizlar, yugurasizlar, boshqasizlar, dihaniya qisadi. O'sha payt sizlarga energetik kerak bo'ladi. Buning bitta minus tarafi bor, yurakni o'ynatib yuboradi. Kimdadir davleniya bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz maslahat beramiz bu mahsulotlarni. Ketdi. Endi keyingi mahsulotimiz BC'lar. BC asosan nima vazifalarni bajarib beradi? BC'ning asosiy vazifalaridan bittasi bu muskullarni tiklab berish uchun ishlaydi. Ya'ni o jaydar tilda tushuntiraman. O'zimiz tilimizda bugun trenirovkani moshni qildinglar, ertasiga badanlarimiz zirqirab og'riydi. Muskul tiklanmaydi. O'sha moment sizlarga BC yordam beradi. BC'ni ichasizlar, muskullarni ertasiga trenirovkaga tayyorlanib turadi. Undan keyingi mahsulotlarimiz bu aminokislotlar bo'ladi. Aminokislot bizning organizmimiz uchun juda ham kerakli bo'ladigan mahsulotlar hisoblanadi. Ya'niki, organizmga qancha yaxshi aminokislotlarni bersanglar, muskullar shunchalik tez rivojlanadi, tezroq o'sishni boshlaydi. Natija ham tezroq bo'ladi. Undan keyingi mahsulotimiz ko'pchilik sevib iste'mol qiladigan, erkaklarimiz uchun, bolalarimiz uchun kerak bo'ladigan, erkaklarning organizmida 95 benzin vazifasini bajaradigan bu tribulus bo'ladi. Tribulus asosiy vazifasi sobstven testosteronimiz, ya'ni erkaklarimizda erkaklik gormonini ko'tarib beradigan mahsulot hisoblanadi. Hech qanaqa gormonal narusheniya bermaydi, gormonga ham kirmaydi. Esingizdan chiqarmang. Sobstven testosteron ko'tarilgandan keyin o'zingizlar bilasizlar, hayot juda ham go'zal ko'rinishni boshlaydi. O'shaning uchun biz har doim kim kelsa birinchi bo'lib tribulsni berishga harakat qilamiz, vazifasini tushuntirib. Nimagaki, metan mashinada yurgan mashinalarga 95 benzinni quysanglar qanaqa yuradi? Vot, organizm shunaqa narsa. Так что, plyus tarafi ko'p buni ham. Vыносливостьni zo'r ko'tarib beradi, uyquni yaxshilab beradi, misol. Bodri yurasa kuni bo'yi lanch, holsizliklar yo'q bo'ladi. Tribulus, bitta tribulsni o'zi shuncha anaqa. Bu yoqda L-arginin. L-argininimiz asosiy vazifalardan bittasi qon aylanishini yaxshilab beradi. A nuqtadan B nuqtaga tashuvchi vazifani bajarib beradi. Qonga kislorod haydab beradigan mahsulot hisoblanadi. O'tirib bitta tursanglar boshdan aylanadimi, o'sha moment L-arginin bizga yordam beradi. Ya'ni miyalarga qon yetib bormagan bo'lsa, L-arginin yetib boradi. Azizlar, xullas bugungi videomiz shu bilan tugadi. Keyingi videolarda endi ko'pchilikga qiziq bo'ladigan vazn olish, vazn tashlash, soch to'kilishi, tipa shunaqa narsalar uchun video qo'yamiz. Keyingi videoga sekin harakatni boshlayveramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.